Adnan aka mashinasiga golubkasini ko'tarib oldim. Ginizda qoqtiradigan darajada cho'kib ketibdi aka bu. Klaplarimiz bo'lmay emas, ana ancha pastda turibdi yo'lovkadan. Yo'lovkani beti shilingan ekan. Mana birinchi kamerani klapani va yomon kuygan. Undan keyin ikkinchi kamerani, uchinchi klapani mana. 8-klapan. 1 3 8 3 klapan ham kuygan. Kattalar ham nadaji saroshga tushib ancha cho'kib ketgan ekan aka. Bunga yo'lovka almashtirmasak ko'ngildagidek bo'lmaydi. Sizga sotishdan oldin ashi qilingan ekan, mana yangi prikladga. Deyarli chang ham bo'lib ulgurmabdi hali.